Bu obyektimizda penepleksimizni o'zi asli uchli solardi. Bu obyektimizda keyinchalik teplizolyatsiyani hisob-kitobini qilib 2 qavat 2lidan sovurildi. Chunki qalinroq qilib teplizolyatsiyani hisob-kitobini qilgan holatda ertaga rasxodni ko'pchilik mana solingan gidrobarbarer deyiladi. Bu to'g'risida bir ikkita videolarda ko'rib qoldim, noto'g'ri ma'lumot. Buni solishdan maqsad issiqlikni yuqoriga berish deyilyapti. Buni asosiy foydalanadigan sabablari birinchisi chizig'i, ikkinchisi quyilgan stachkani suvini pastga oqib ketmasligi uchun, o'zida qolish uchun. Semenni suvi o'zida qolsa, qotganda o'sha ertaga bitgandan keyin to'plab ol, qiziganda chang chiqavermaydi stachkadan. Agar ko'p joyda chang chiqadi, sababi o'sha mana uni orasiga bee'tibor bo'lingan bo'ladi. Semenni suvi pastga oqib ketadi. Shu oqib ketganlik hisobiga chang chiqaveradi, treshina bo'ladi. Mana ularning changi sifatsiz bo'lib qotadi beton. Shuning uchun asosiy sabablardan chizig'iga birinchi e'tibor, ikkinchisi mana semenni suvini ushlab qolish uchun hech qanaqa bu solingan issiqlikni yuqoriga bermaydi. Buni hech qanaqa aloqasi yo'q issiqlikni kuchaytirish uchun. Shu ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman.